Endi 650 ming so'mga qimmatli qilyapti degan klientlarimiz uchun juda ham zo'r variant keldi qizlar. Mana 250 grammligi Qo'qon ofisida ham bor qizlar. Buni narxi ham juda ham hamyonbop, bemalol farzandlaringga, o'zlaringga, onalaringga bemalol hamma oilada necha kishi bo'lsa hamma ichishi mumkin endi bemalol. Chunki bu juda ham hamyonbop narxlarda kirib keldi qizlar. 250 grammi. Mana shu bu 500 grammida qizlar. Bu jicha narxi qimmatroqligi uchun ko'pchilik olib ichirisholmay turgan edi. Lekin mana endi klientlarni o'ylagan holatda Ersak kompaniyamiz kichkina gramligini ham chiqardi. Mana bu issiq shokoladimizni ko'pchilik biladi, ichishadi. Mendan ham ko'pchilik sotib olishar edi katta gramligini. Omega 3, D3, kalsiy, vitaminlarga boy issiq shokolad. Ayniqsa buni ertalab sutga issiq sutga qilib bersalaring juda ham kalsiyga boy bo'ladi. Farzandlaringni vitaminlar, bir kunlik vitamin bilan ta'minlaydi qizlar. Olib ichiringlar, tavsiya beraman. Doimiy ichirib yursalaring bo'ladi. Ko'chadan bo'lmagan hali suyuq shokoladlarni ham olib ichiramiz, lekin bu vitaminlarga boy. Ichsalaring o'zi ta'midan ham bilinadi. Omega 3 ya'ni baliq yog'ini ta'mi kelib turadi qizlar. Juda ham tabiiy.